İmam-ı Termiziy'de kelgan hadis, Peygamberimiz aleyhisselam aytganlar: "İnnalloha Teala tayyibun yuhibbut tayyiba, nadifun yuhibbun nadafa, karimun yuhibbul karama, jawadun yuhibbul juda, fanazzifu afniyatakum." Rivohi Muslim. Yani Peygamberimiz aleyhisselam aytibdilar-ki, albatta Allah pokdir, pokligini yaxshi ko'radi. Tozadir, tozalikni yaxshi ko'radi. Oliy janobdir, oliy janoblikni yaxshi ko'radi. Sahiydir, saxovatni yaxshi ko'radi. Bas hovlilaringizni toza tutinglar. Qarang, Rasulimiz alayhisalom bizlarga Allohning pokligini eslatib turib, yana alohida ta'kidlab o'tyapti. Poklik deganda faqat jismiylarda, kiyimlarda tushunmanglar, balki hovlilarda ham toza tutinglar deyaptilar. Hovlilarni toza tutishlik, musulmon odam yashaydigan joyini pokiza tutishlikda katta hikmat bor ekan azizlar. Farishtalar eng yomon ko'rgan narsalardan bittasi badbo'ylikda. Badbo'ylikni, yomon, yoqimsiz hidni, axlatni, mana shunaqa pokizasiz narsalarni farishtalar yomon ko'radi, u yoqqa kirmaydi. Keyin biz yuraveramiz, nimaga meni ishim yurishmayapti, nega rizqim bo'lmayapti, nega baraka yo'q? Axir nopok uyda qanday baraka bo'lsin? Chunki bizni rizqimizga duo qilib turadigan farishtalar kirmayapti-ku uyimizga. Farishta doim duo qilib turar ekan, har kuni mana shu sohibi uyning egasini haqqiga duoda bo'ladi azizlar. Biz o'sha duoda bardavom qilmoqligimiz uchun pokiza qilib turishimiz kerak uy joylarimizni. Ana o'sha pokiza bo'lganda inshaalloh u joyga farishtalar kiradi. Farishta badbo'ylikni yomon ko'radi. Nima uchun biz aytamizki, mana Payg'ambarimiz alayhisalom bir gapni aytganlar. Man akala min hadhihi shajara, ya'ni tum la yadkhulanna al-masjida degan. Kim mana bu mevani yesa masjidga kelmasin, kelmay tursin. U qaysi meva? Sarimsoq piyoz dedilar. Sarimsoq piyoz harom emas azizlar. Sarimsoq piyoz harom emas. Nima uchun Payg'ambarimiz alayhisalom buni aytdilar? Chunki o'sha sarimsoq piyozdan chiqadigan badbo'y hid masjidda farishtalarga ham, turgan mu'minlarga ham ozor beradi. Biz ham masjidga kelayotganda eng pokiza kiyimlarimizni kiyishimiz kerak. Poklanishimiz kerak. Tahoratli bo'lishimiz kerak. Va eng birinchi mana shu badbo'ylikni ketkizish kerak. Misvok azizlar, muhim narsa. Ya'ni tishni tozalash. Misvokning o'rniga hozir turli majunlar, mana bu tish yuvuvchi pastalar, boshqalar ishlatilyapti. Mana shunga ko'p e'tibor qaratilgan. Nima uchun? Chunki mu'min odam birortasi bilan suhbat qilganda, yonida turganda hammasida rohat bo'lish kerak. Payg'ambarimiz alayhisalom bu dunyodan ketayotganlarida, olamdan o'tayotganlarida ham oxirgi qilgan tozalanishi mana shu misvok bo'ldilarda. Jon oluvchi farishtaga misvok bilan yo'liqdilarda azizlar. Shunchalik e'tibor ekanda, ana shuning uchun biz pokligimizga, hamma jihatimizni pokligiga juda katta e'tibor berishligimiz lozim bo'ladi. Ayniqsa bugungi kunda o'sha mana bahor oyi kelayotganda tozalash, uylarni, mahallalarni avvallari qanday edi azizlar? Hozir poklik haqida gapirmasak bo'lmayapti, chunki hamma joyga axlat tashab ketgan, ko'chalarda axlat. Kechirasizlar, bu musulmon yashaydigan o'lkada bunday bo'lmaslik kerak. Yana biz boshqa ba'zi bir davlatlarni maqtaymizki, ularni deymiz, o'sha axlat soladigan idishiga juda rioya qilar ekan, borsangiz alohida solar ekan, undoq ekan, bundoq ekan. 14 asr muqaddam bu islomda aytilib bo'lgan edi-yu.